o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurishlaring, seni kulishlaring, pinhon izlashlaring. Lekin hech qachon. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Assalomu alaykum, musofirda o'tirib kuzatib o'tirgan obunachilar. Podpishka tutsa, like bostursa katta rahmat aytamiz. Bugungi videomizni o'tkazmang, oxiridan ko'rishni tavsiya qilamiz. Ya'ni bugun faqat original narsalarni ko'rsatamiz. Bugun original eshiklar, original ratanglar, original tapchanlar bo'ladi bugungi videomiz. Bundan tashqari kanalimizdan podpisatsiya bosib qo'yinglar, foydali videolarni chiqarib turibmiz. Podpisatsiya bossangizlar, standlardan chiqib kelaveradi. Aytganimdan bugun original narsa ko'rsatamiz, faqat videoni yaqinlaringizdan bir tashak qo'yinglar. Adresini qarang. Biz Taxta bozorining yo'lindamiz. Qarang, bu tarafimiz Dayva avtosalon tarafdan kelamiz. Obelgayi Dayva avtosalondan o'tib kelasiz, chap tarafda bo'ladi yana. Rasulov eshiklari. Videoni boshida o'zim eslatib o'tay, Rasulov eshiklarini zavod bo'ladi. Zavodning Xorazmdagi filiali bo'ladi. Shu zavodni o'zi skidka qilibdi. Biza shu skidkani sizlarga ko'rsatib beramiz. Qarang, bu tarafimiz telecenter taraf bo'ladi. Ekranda telefon nomeri o'tdi. Telecenter tarafdan keldi, o'ng tarafda yana Rasulov Pantera Mebel deb yozib ketdi. MDF eshiklar. Esa ketdik boshlaymiz. Bu yerdan birinchi avtobus o'tadi eshikning oldidan. Yine har kun ish ekan bu yerda 9 dan 9 odam. Atmosferaga qaranglar. Bu yerni avval ham o'tgan yillar ham ko'p tushirganmiz. Yangilik ko'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarmon, sog'liqlaringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Bu dahshatli atmosfera. Bu narsalar novvoy. Bu narsalarimiz Panterani dekorativniy kinder deb ataladigan 3-1 komplektlari bo'ladi. Xushyapsiz? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Obunachilarimizga, yurtdoshlarimiz, atmosferani ko'rib turganingizdek yangiliklar ko'p. Remont aytibsiz, yana. Yangilikka yarasha xudo xolasa skidkalarimiz ham boshlandi. Iloyim, yaxshi. Yozning chillasini qarab bir qator tushuntirib qo'yaveramiz. Ko'chadan boshlayveramiz. Havo. Bo'ldi. Ko'chada ratanglar bor, tapchanlar bor. Bir ko'rsatib beramiz. Bana chiqasin kelmaydi-ku, issiqqina. Hava, issiqqina deganin hozir данный momentda bu Pantera mahsulotlarini ham ko'rib turganingizni Toshkentning Pantera degan zavodidan kelib turibdi. Bu ratan mahsulotlarimiz ham данный momentda skidka bo'lib turibdi. Bu nou degani. Bu degani og'a Toshkentda 1 million narxda berib turibmiz. Xudo xolasa yozib turgan senalaridan 100% qaytiladigan narsalar. Yaxshi. Issidiki ishi havoni issinda bomba bo'lib turibdi xudo xolasa skidkalarimiz. Shuda ko'chada hech nima bo'lmaydi o'tdi. Duradi. Yine. O'zi shunga mo'ljallangan narsa. Asanoy, sadoviy deb aytiladi. Bu bog'da turish uchun mo'ljallangan. Buni endi ko'p odam biladi. Bu uchun polnosti tushuntirib berish bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaversinlar. Erim men tushuntirib beraman hammasini. So'zib o'tiribmiz. Ava. Lekin pulini dostoyni arziydigan narsalar. Pulini aytib ketalasa bir-bir. Pulini aytib ketadigan bo'lsak, 4-6 kishiliklarimiz masalan 4 million 400 ming so'm chiqib turibdi. Lekin buni данный momentda masalan 4 million so'mga tushirib berib bilaman. 4 million so'm. Hava, dostavkasi aytgan yerinacha. Tushunarli. Endi bir dona men bir komplektni esa o'sha payt turibman, lekin bu yerda undan ham ko'proq arzon tushadigan variantlar bor. Masalan, ina bu komplektimiz S5, 11 million 100 chiqib turibdi. Buni kerak bo'lsa 10,5 million tushirib berib bilaman. Kerak bo'lsa undan ham sizning obunachilaringiz yaradigan bo'lsa, undan ham tushadigan yerlari bor. Bu yerda faqat original narsa sotiladi. Poddelka emas. Hech qanday kelib ko'rsangizlar bilasizlar, xudo xolasa. Bu narsalarning assortimentini ko'ringlar. Bundan dunyo mollari bor. Yine. Chiqilib, necha bunday narsalar? 4 kishiliklarimiz 3 million so'mdan ta 15-20 million so'mgacha bor. Endi ular komfortlar ichana turibdi, ularni ham ko'rsataman. Kuru bu narsalardan emas, topchalardan ham qaytiladi. Hamma narsa skidka bar ko'pmiz. Keyin kachelalarimiz bor. Kachilalardan ham qaytiladi.
Tapçallatça sonlatça somadın. Tapçallarımız 3,5 milyon somdan 15 milyon som açaba. Yok ey. 3,5 milyon. Kanı bir azı işitçe som işi. Bu 3,5 milyon som Ava. vadini Çınar daraxtından boğan, üstü sasla daraxt, deverek Çınar daraxtından boğan. Hop. Yine bu nersemiz mesela 3,5 milyonda baytadan Ava. bolsak, yine bu nersemiz Samarkandlı Gozundan boğan. Oo. Arıq daraxtından. Hı hı. Bunu evvelen bir görüyen bolşunuz gerekedi. Bu keyinki pakaleniyası bunu 8 ayda 2 usta mehnette, kol mehnetinde çıkaradı. Bundan arası 15 milyon som çıktı. 15 milyon som. Ava, lekin qarang, bunu 3,5 milyon somda tutman, Ava. bunu 15 milyon da tutman. Bu fakat aytıladan sunma. Kaytılışı ba. Kaytılışı ba. Tünərli. Abunaçılarınız gel ayttıkman ku. Yine bir mertebe tekrarlı baytamam. Sizin abunaçılarınız gelip durup ben şöden görüp geldim. Hı. Kanımını gepin dese kayıt bulup kol taşaskanından kiyinem kayıt veremem. İsap. Esek indemin geledi Ava. sağlasız kiyine kaçtı. Aslanı geliş gerek. Tamam. Oldu tamam. Gelişi gerek. İna bu Buna nerse yakışı gerek. karanla. Bam zor nerse eken. Hava. Bu Pantera firmasının kaçelyasının en bagati varyantlarından biri. Hı hı. Buların narxlarından bir qatar tushuntirib o'taman, agar dum qiziq bo'ladigan bo'lsa, lekin bular ham hammasi skidkada. Ava. 5% dan 10%gacha qaytib skidka qilib beraman. Tünərli. 1 kishilik, 2 kishilik, 3 kishilik, A5'lik, kaçeli har xilisinden bor. Keyin ham unda Premiye neçə som işi? buning narxi 8 milyon 800 chiqib tutdi. 8 milyon 800. Hava 8 milyon 800 chiqib tutdi, 8'e bitirib beraman. 8'e. Hava. Yine bunda betlarimiz geldi. Bu narsadan Xorazmdan ko'p so'radilar. Hozir nima desam bo'ladi? Bizlarga kerak bo'lib turgan narsa basseyn uchun mo'ljallangan narsalar. Yine. Hammada uyda basseynlari bor. Ava. Betdan narsalarimiz keldi. Assortiment dum ko'p. Endi har biri uchun to'xtalib o'tamiz desak, Hı hı. dum ne bo'lib qoladi? Devam çözülüp ketedi. Hava. Xo'p, bularimiz ham geldi. Neçə som premiyani bular bu narsalar? Pulni bilalimi? Buni pullari 4 milyon 200 4 milyon 300 etrafında chiqadi, lekin qaytiladi onlar. Qaytıladi. Yine mini narsalarimiz bor. O buni qancha xillari gap. Hava, kaçıyla xillari geldi. Bularning podushkalari bor, miyahkilari bor. Çanda alıp koyuplar. Hozir ishi jek tak ko't 2690. 2690. Qaytiladan bo'lmi? Hava qaytiladi. Yaxshi. Qaytiladi. Hı hı. Aytilgan narxda sotiladigan yeri yo'q. Bu narsaga qaranglar. Bu narsalarimiz bor. Niye ish narsalarimiz dum ko'p. Bemalol bir gelip ko'ringlar beri. O'zingiz ham sifatini baho berasiz. Usta ko'rib turgan ratanglar boshqacha, bu ratang boshqacha-da. Hava, tushundim. Ratallarni bir qator tushuntirdik. Kerimboy keling, kanallarni ishlarini iç anda tushuntirali. Bilasiz, savdo jarayoniga ketib turibdik klientlarimiz bilan. Rasulov zavodini основной Xorazmdagi dillerimiz. Hava. Xorazmda bizdan boshqa diller yo'q. Bu ikkinchi ofisimiz. Hı hı. Birinchi ofisimizni bilasiz, Gulensida joylashgan. Hı hı. Rasulov zavodida hozirgi dalli momentda skidkalar berib turibdi. Bu diller sinaqdan qaytish bo'yicha. Hı hı. Tutgan eshigingizni shu durishda, shu momentda, shu narxda ikkitasidan yeri yo'q. Mana shu ratallading. Hava. O'sha yerda o'zini yakadon narsani zakaz etadi. Bular asosiy zakaz. Zakaz turib narxlarga gap chiqaveradi. Bunda ham shunday. Oxirida Hava. общий narxni uyga borib metr tortib o'lchagandan keyin Hava. narx chiqdi, skidkasi yozildi. Skidkasi beriladigan summasına qarab. Hava. Shularni oldindan aytib o'tali. Beriladigan summasına qarab. Masalan, eng kam 60% oldindan pul to'lab zakaz etadigan bo'lsa, Hava. undan 70, 80, 90% qarab turib skidkasi ko'proq chiqaveradi. Hı hı. Bunda men yangi aytganimning общий kelishiladi, summa oxiridagi summadan keyin ham qaytib beriladi. Tushunarli. Meni aytishi kerak-da YouTube'da Hava, gördüm. albatta. Shuning uchun agar aytmasangiz skidga Yo'q, bo'lmas yo'q. mumkin. Yo'q, bo'ladi da, lekin siz bilan men o'ylagan darajada Tushunarli. xalqimizga YouTube uchun alohida yana bor. albatta. Tushunarli bo'ldi. Aytibman-ku, kelishganimizdan keyin ham qaytiladi. Karim Bayni kanalından gördüm de sizi. Albatta. Alohida yana skidkasi bor edi. Bir chetdan ketaveramizmi? Hava, eshiklarimiz bular hammasi ish qatordagilar, premium klassdagi eshiklar, bular krashinli. Krashinli deganimiz endi kraska sapilgan. Hava. Hozirgi modadagi yarki svetlar, jemchug rang, shotlankaga oq rang qilingan, glyansoviy qilingan, ustuna pulpa qistirilgan, bular hammasi premium klassda. Hı hı. Ketaveradi bir qatordan. 08 da qilingan eshik, jemchug kraska, двойной обклад, bir обклады большой ishlangan. Kraskasini o'zi необычный bo'ladi, perlamutraya kraska deb aytiladi. Korona karnizlari bilan, nar eshiklar bilan ishlangan. Zamoklari nemetskiy zamoklar qo'yilgan. Og'ir bo'ladi. Bu zamoklar haqida hozir to'xtalib o'tamiz, agar keyinchalik desak. Yana bular shotlangan, 100% shotlangan. Aynalari vitraj qilingan, kalyonli, g'o'ydirilgan, sinmaydigan narsa. Uje bular ustundagi ishlovuna qarab turib narxlar o'zgarib boraveradi. Hozir shu narxlarmi bu yozilganlar? Hava. Endi bular standart razmerdagi eshikning narxlari, masalan, Hava. 92 o'nlik eshikning narxi. Hava. Buni uje o'zgartiradigan bo'lsak, narx ham o'zgaradi, buni eshikning ko'rinishi ham o'zgaradi razmerlarga qarab. Hozir 92 10 ku Hava. deylik.
Şu nalichniklari bilan birga qo'shiladimi puli? Hava. Yo'q, kvadrat metrda kesaki bilan eshik hisoblanadi. Hava. Aynası, masalan, nalishniki, zamok qullab bular aksessuar bo'lib qo'shiladi. Agar men buni bon taraflari bilan kvadratga giradigan bo'lsam, unda klientlarimizga, mijozlarimizga qimmatga tushib ketadi. Bu demak chetlar alohida sotiladi. Hava bular pogoni metra yuradidan 65 ming so'mdan ta 150 ming so'mgacha bor. Yan boshlari. Tushunarli. Baholar hammasi Hava, yozilib baholar turibdi. hammasi Yarki marxil baho aytilmaydi. Hammasi yozilib turibdi. 4 million 800, 7 million 200 dan nima endi u? 7 million 200 opshi bittisi oynasi bilan birga. Oyna bilan. Hava, oynasi bilan birga. Oynasini agar bizlar ishonmaydigan bo'lsa, oynachilar bilan bir qator ko'rishlari mumkin. Oynasini o'zina bundayna yozilgan. 1,5 million so'm pul chiqqan. Oynasini o'zina vitraj oyna. Nera nov pul ketgani polностью TTX qo'lga yozib beriladi. Kerak bo'lsa ustanovkasini necha so'm pul ketdi. Pena germetikna necha so'm pul qo'shiladi. Hammasi yoziladi. Bu usta uyingizga borib turib, menga pena ikkap ber, menga germetik ikkap ber deb o'tirmaydi. Bu ishlar zakaz bersa necha vaqtda? Hozir danli momentda 30 kundan 35 kun orasida tayyor chiqarib berib Chunki zavoddan keladi. Shuncha zavoddan keladi. Ha, 30-35 kun zazora bo'ladi. Bundan elden eshik beradigan ne emas, zavod emas. O'zi ishlav jarayoni ham kolleksiyasi ko'p, lekin shunga yarasha o'zining obyomlari bor. Yine bu ishlarimiz 166-model, duayni apqalat, bir apqalatına pul palmurilgan. Bu gül meselesinde. Endi yana so'radingiz-ku, qachon necha loyiha kelib turibdi deb. Ina shu gullari MDFdan ishlanadi. Eshikning materialini ishib olgan bo'lsa, shuni MDFdan ishlanadi. Bu MDFdan ishlanganning hisobini keladigan sroki 45-50 kun bo'ladi. Bir dana 3D freza ishini o'yib chiqaradigan qalin ulli MDFdan shu gulni yasashi kerak. Ishini yasashini o'zina masalan 1 kun vaqt ketadi. Bir dana stanokni. Bu degani bu eshikda 8 dana bor. Eldarkasi bu guldan. Şunu hisobına keladigan vaqti sal cho'ziladi. Premium klassda da endi обычный. Shotlandiya bo'lsin, premium klass bo'lsin, bular hammasi обычный. Yarma kapılarımız. Yarma kapılarımız. Yangi aytganim, xalasangiz bu yarma kapı bo'ladi, zakaza. Xalasangiz bu ordinarniy bo'ladi. O'zgarib boraveradi. Zakaz bo'yicha ketaveradi. Hava, zakaz bo'yicha ketaveradi. Bu qavallarimiz endi shpon. Bular shpon variant klassik narsa, klassik narsa yaxshi yo'l odamlar uchun mo'ljallangan bu narsa. Endi bu narsani gözlerimiz ko'p ko'rib yengan. Sekretga eshik desa, sekretga eshik atib beramiz. Polностью devorlar yopishib ketib. Sekretga eshik. Hava, sekretga eshik. Endi ba'zi buni biza данный momentda gastnitsalar mo'ljallab ko'pmiz, отпечатка o'zining pultlari bilan nani zamokni lekin o'zgartirib bersak bo'ladi. Shu zamok zo'r-ku, bu zamokdan bular ham qo'ysa bo'laveradi. Bo'ladi. Hammasini xalasangiz ko'cha eshigini ham qo'yib beraman. Yomon zo'r-ku bu. Ko'cha eshigini qo'yib beraman. Endi bunga qarang. Agar menga bunning haybati kerakmidi desa, yana bunda yana elektronik bor. Отпечатка ishlaydi. Uyingizda Wi-Fi bo'lsa bo'ldi. Polностью parol bilan ishlaydi. Yo'q, menga hashamati kerakmidi desa, уже современныйлashib boraveradi. Bamniki отпечатка. Bam отпечаткали. Yo'q, bam kerakmidi, menga zashorka kerak desa, zashorkaning отпечаткasi bor. Qaranglar. Hozir buni domofoni oladi bu xushidi, bu kamerasi bormi? Domofoni bor. Bu qarang, kamerasi bor deganingizda o'zi sizga aytsak bo'lib turadim shuni. Buni domofoni bor. Bu yana Face ID'dan ishlaydi. Yo'q-a. Havo. Face ID'dan ochadi. Yaxshi. Yuzingizni ko'rsatib ham ochadi-da. Shu uyaga, masalan, shu odamlarga kiritib qo'ysa, shuni ochadi Shunday faqat. bo'ladi. 300 dona parol, 300 dona parol. Bir adam, ikki adam, 10 adamniki emas. 300 dona parol. Har qaysi отдельный. Sizni parolingiz men bilmayman, meni parolimni siz bilmaysiz, lekin ikkimiz ham shu xonaga kirishimiz kerak. O'zingizga удобный bo'lgan parolni bosasiz, shuni saqayda shu bilan kirib chiqaverasiz. Ne deysiz? Men o'zimnikini o'zim bilan. Orqasida отпечатка. Отпечатка ham shunday, og'a. Zo'r. Gap yo'q. Ana shu nellari bor. Bu zamok pamoki bilan 6 million 100 mi bu? Ya zamok отдельный yozdi, to'g'rimi? Yo'q, qarang, zamoki bilan birga. Zamoki bilan birga 6 million. Zamokini o'zi 150 dollar. Zamokini o'zi 150 dollardan bu zamokni o'zi. Shu bilan birga 6 million 100 bo'lib turibdi. Endi buni qarang, eshikni o'zi emasdan bu, ustida opshib kelsan bu buni. Patolokacha. Endi ba'zi patoloka bizaniki baland, lekin обычный odamlar masalan patoloka masalan 3 metrdan beklangan bo'lsa, 250-270 dan beklangan bo'lsa, shuni opshib kelsa bilan nalishniki og'a 15 santimetrlik. Hozir bir savolim bo'ldi. Bu narsa narujni ham, ko'cha ham qo'ysa bo'ladimi, darvozaga qo'ysa bo'ladimi buni? Havo. Zo'r-ku budim. O'zicha so'm mana. Zamokni o'zi 150 dollar chiqadi. O yomon emas-ku. Men 150 dollarga boshqa umuman bo'lmaydigan vajaldim buni yandasida. Shunday. Endi men domofon ko'p-ko'pman, lekin вообще bu dum dahshat ekan bu. Hozir zamon rivojlangan. Shunga qarab turib harakat etish kerak. Zo'r.
Xudo xolasa nima ish narsalarimiz bor. Girzib kelamiz. Qani bular darvoza. Darvozalarimiz ham shunday. Bular zakazga ishlanadi. Buni avval ham ko'rsatganmiz. Yana yangilik hisobida ko'rsatib boramiz. Aytgan yeri razmeri bo'lsa bo'ldi. Ishlab beramiz. Liboy birsinden. Bular metra yurimi, Bular kvadrat metra yuradi. Bular ham Aha. kvadrat metra yuradi. Har xil variantda. Masalan, imini shu gulni emas, liboy bir katalogdagi tutgan gulindagi figurani oynasini ham tutgani bilan birga shunda yasab beramiz. Aytgan razmerini. Yine bu ishlarimiz Shotlandga toza gal tut, o'rtasi pulpalari bilan jemchug kraskaga chiqarilgan ikki apparat deb aytiladi. Eni 1.60, benatiki 2.30. Eshiklarimiz. Eshikka qarang. Yine uzoqdan bir ko'rsatamiz buni. Yaxshi bir klass bosib beringlar. Yetergimi ne ishlarmi? Havas etdim doğrusu ish ishkam. Necha so'm ekan shu ish? Bularning kvadrat metri hozir данный momentda 2 million 700 2 million 800 dan chiqib turibdi. Ava. Kvadrat metri. Opsiyaga kelib turib hisoblananda chiqaraveramiz. Endi bu hozir dum katta. Endi kimdirda bor buni shunday qo'yadigan yer. Kimdirniki ordinariy bo'lib chiqishi mumkin. Uni o'lchagandan keyin chiqarib berish mumkin, to'shni. Kimdir o'yina eshik qo'yishina bog'liq. Nechik razmerdagi eshik qo'yishina bog'liq. Yana bular bayskiy eshiklar. Ava. Bu narsani aytgan bo'lam, bayskiysi nomini desa, bu barokko stilindagi o'zlarimizni boylarni ishlatadigan eshik. Kambag'alski degan yo'qmi? Yo'q, kambag'alski ham bor. Uni ham ko'rsataman. Barokko stilindagi eshiklar bular asnonoy shundan MDF dan gul ishlanadi. MDF dan. Bu hech qanday kauchukni emas. Gullarni o'zi neobishniy turibdi. Oynasi ham neobishniy buni Ford Blue deb aytiladi oynasi. Bir yan tarafı gök, bir yan tarafı sapsarı bo'ladi. Lekin o'zi bir kat ayna. Bir kat o'zi bir kat buni. Lekin bir yan tarafı gök, bir yan tarafı sapsarı. Ekrandan nomerini chiqarib qo'yaman. Savollaringizni murojaat qilaverasizlar. Shu manzili Taxta bozor yanında, telesentr yanında bo'ladi. Birinchi avtobus yuradi bu yerga. Xo'p. Kerimboy endi yana yangilik novu deb so'raganingizda, birinchi aytadigan narsam hozir Kuri Rasulovga urg'u bermin. Rasulovni arzoncha ishlamayotganlik, hozir so'radingiz, kambag'allarniki dedingiz-ku. Rasulovniki ina bunda ne tuttu? 3 tane bu ish evvel yok edi. Hozir buni Rasulov imini şu budjetli şu paklaniyadagi narsa uchun chiqardi. Buni katalogda turi dum ko'p. Endi bizda pomeshcheniya hammasini sig'dirish imkoniyati yo'q. Turi rangi ikki xil bo'ladi, korishniy bilan oq bo'ladi. Xalasangiz aynali, xalasangiz aynasiz. Ya internetda bir moda bo'ladi, yodingizda bo'lsa. Şu modana bir takrorlali. Ha, eshik nima bo'lmaydi? Eshikda bo'lmaydi. Bu ana shu eshik. Yaxshi. Laminat bo'ladi, yarim tayyor mahsulot, Geradon slogan 15 kun. Katalog bor yana. Bom 3 million demang lekin. Yo'q, hay. Necha? 1 million 300 ming so'mdan 1 million 1,5 million so'mdan boshlanadi. Grubi hisoblagan vaqtida 2,5-3 million so'mgacha bor. Endi dumya shohona aytib bersangiz. Birlasini ayt. Az ishini necha so'm ishi? Buni narxi 1 million 100 ming so'm shunday chiqadi. 1 million 700. Hava. Zamok kullab ustanovkasi. 1,5 dan boshlanadi. 1 million 300 dan ham bor. Bor. Tushunarli. 1 million 300 dan boshlanadi ekan. Hava. Hozir bu 1 million 700 lik. 1 million 700 ming so'm. Tayyor komplekt. Tayyor komplekt 92.10. 92.10. Tushunarli. Yana zo'r. Endi buni qarang, yangi aytganingiz zamok kullapini o'zgartiraman desangiz, bunda zamok kullapini ham ko'rsataman. Shunga qarab turib narxi o'zgaraveradi. Balkim men qo'yib beradigan zamok yoqmasligi mumkin-da klientga. Jo'ray bundan qo'yib bersal yaxshiraqidan, garantiyasidan qo'yib ber desa, garantiyasidan qo'yib beraman, shunga qarab turib narxi o'zgarib boradi. Imini shu turishni orasida yeri yo'q. Yoqsa bemalol. O'zingiz ham osib berasiz. O'zingiz ham osib berasiz. Masalan, devorni abo'yini shunga qarab qo'yib berasiz. Shunday. Keyin qog'ozlarimiz yana rossiyskilar keldi. Rossiyskilar Rossiyani Dubrovaya Sibir degan zavodundan. Chisti Rossiyami? Chisti Rossiya. Yaxshi. Chisti Rossiya Dubrovaya Sibir degan zavodundan Novosibirskdan keladi bu ishlarimiz. Bu ishlarimiz tayyor. Buni novga sotasan Rasulov yanında desa, sizni ishingizni tezroq bitirib berishim. Men 15 kun 1 oy kutib bilmayman. Menga shu ertaga olib bordan qo'y buni. Didon odamlar uchun bu. Bular tayyor. Bu 2 million so'm debdi bu ishni? 2 million, ha? 2 million so'm. 2 million so'm ichida zamoki kullab ustanovkasi ham narsasi bor. Yaxshi. Ruschasi bilan. Yangi aytganimdek, ruschasini o'zgartirsa narxi o'zgaradi. Lekin zashoka ko'p-ko'pman. Bular ham shunday. Bular ustlari imitatsiya bilan chiqarilgan. Ordinarnisi yarma kapisi. Baholar yozilgan 2 million, 2 million 100, 3 million 700 yarma kapalar. Yine bu narsa yoqdimi? O'zim ham genni shunga o'tirib ko'rdim. Вообще super narsa ekan.
Bize, men özüm mebel çıkaramandan gepinizi bölüm, derdiniz bölünsem. Ratanlarını görüp benden, ara açılıp yatkanı yoktan bunu. Çünkü ben aytdım, Rus'ta görüp ratan bilen bir ratanın farkı var dedim. Ba Yaxşı. Kerim'de. Pantera zavotu 3 yıl garantiya beradi. Ava. Liboy bir mahsulatına. 4 milyonluk mahsulatı bolsun, 25-30 milyonluk mahsulatı bolsun, her bir klientini, her bir micazını oyladı. 3 yıl garantiya beradi hemmesine. 1 yıl servisi var. 3 yıl garantiyanın içinde rengi özgerse, kuyaşda näde çıtırap ketadigan bolsa amaçlıp beriladi. Yaxşı. 1 yıl mobaynında eğer işin erseni öz izleminden mebel çıkarırsınız, bilesiz-ku. Uyingizde balanız var, farzandingiz var, işini kesdi. Ava. Kesgandan keyin bu tarqaladi. Ava. Sebebi pestten dokulup keladi bu. Tarqaladiga qarang, tarqalgandan keyin indincha tamam bunda o'ylab o'tirmaysiz. Menga aytib kelasiz, ya bo'lmasa murojaat etasiz. Laboba, ballarni yuboraman, ya o'zim borib olaman. Alamizdan zavodga yuboramiz. O. Hech siz pul to'lamaysiz. Yaxşı. Zavodga yuboramiz, boshdan yechib tashlab, boshdan rekonstruksiya dokib beradi. Şu narsaning 3 yil davomida 1 yil, qilaman. yo'q, 1 yil Bir yil mobaynida, davomida 1 yil qiladi. mobaynida servisi bor. Servisi Servisi bor 1 yil Yaxşı. mobaynida. Endi 1 yil mobaynida ballaringiz qo'l o'rgangandan keyin uni ikkinchi yil Etmeydi. kesmaydi. Gözəm birinci Ava. başlanışına qiziqishına chiqadi da bala. Ava, uni ne uchun uni deb aytib tursan desangiz, Ava. hozir olib boraman, endi reklama bo'lib qolishi mumkin. Ishlashib o'tirgan morojnichilarimiz bor, Ava. ishlashib o'tirgan kafelarimiz bor, restoranimiz bor, Xivadan, Buyondan. Bularda ishlab xizmat ko'rsatishku. Bulara Pantera mahsulotlarini berib ko'pman, uyingizda ishlatganini ishlatmaydilar. Veda xizmat ko'rsatishda. Har xil odam. Ava har xil odam bor. Sababi ularga servis ko'rsatib turibmiz. Shu narsa bo'yicha. Yine. Bunu aytganımning bir gelip görünglar. Ekranda nömrə 4'tü. Mənzil şu telesenterin yanından gelesiz. Taxta bazar tərəfə qarab yürüb Ava. telefon sazda çüntürədi. Shunday. Neçə somdan neçə somadım? Pantera mahsulotlari yangi aytganimning 4 million 400 dan to Ava. 25 million so'mgacha bor. 25. Üçüncü som. Bu 17 million so'm. 17 milyon som. Mına skitka bu bizetin. Albatta. Argı bu çel 3 Bu 8 adamlık, Sekizli. bu 6 adamlık. yine. Onun narxı 15 milyon so'm chiqadi. 15 milyon som. Yine bu yaman ekan da. Öyle. Yaman zor olacak. Tepsiye kalan pul bolsa alınla. Zo'r narsa. Niyet ettim. Doğrusu. Niyet ettim. Yine bunda eşiklerine Ava, minden İşte bular rossiyskiy, hammasi. Yine guruşa deyse yine buna ya başkaça da. Ben özüm görüp hayran kaldım. 3 milyon 90 bin so'm dakika. 3 milyon 90 ming so'm, lekin bu ham yangi aytganingizdek skitkada. Qaytib Skitga beriladi. tushiriladi. Xudo xolasa. Zo'r. Yine eshiklarimizni assortimenti, raschetkalarni ko'rib. Bular ner bular? Rasulovni bular eksklyuziv elit variantidagi ishlar. Bular yangi ban tarafda ko'rsatganlarim Tarishinasi MDF 08 bo'lgan bo'lsa, bularniki 1-2 lik massifacha ishlaydi. Ustundagi shponlari Turkiyani dub daraxtidan, Amerikani orex daraxtidan olingan bo'ladi. Bular shunga qarab turib komfortlashgan. Genç ko'rib turgan bo'lsangiz, ustunda quri genç, pulpa, genç. Bulara necha yil garantiya? 10 10 yil yil, garantiya. 10 yil. 10 yil. Rasulovda 10 yil garantiya. Ya. Eng oddiy eshigini ham, inamin ham 10 yil garantiya. Laminat ham. Kineler Ava. 1 milyon çete yani 10 yıl mı? 1 milyon 700 ming so'mga eshikni oldi, 10 yil Ava. garantiyasi bor. Yine. Kırılsa, çizilsa servisni brigada. Ya şunu aytib o'ting, Kerimboy. Eshikni oldingiz Rasulovdan. Ava. Rasulovdan oldingiz. Uyda o'rnatib berdik, siz qabul qilib oldingiz. 1 Ava. yil, 2 yil o'tdi, eshikka zarar yetdi. Ava. Endi bo'ladi. O'zlarimiz ham yosh bola bo'lganmiz, aslamiz, uchamiz, qachilayotamiz. Uyda masalan bir narsa qarab girizganda bo'ldi, bu ish durishini qiladi ekanda maza qatishma degan narsa yo'q. Ava. Telefon uriladi. Toshkentdan berni ustalar aytmaydi. Toshkentdan zavodning ustalari shu narsa uchun mo'ljallangan. Bir oyda bir marta, ikki marta keladi. Menga daftar spiska yozdirib qo'ysangiz bo'ldi. Ha. Amallab. Şu hafta o'tib berdi. Ava, siz qo'l uzurmaysiz, durgan joyini taxlab beradilar. Sağ, yaxshi. Zo'r. Siz shuning uchun pul to'laysiz. Komfort uchun, da. komfort uchun. Ana o'lmang. 10 yil eshikni shuning durishi uchun pul to'laysiz aldan. Endi savol yana. Mesela hozir 5-6 eshik olsa bir 50 milyon bo'lgan eshiklar ham bor-da. Ava. 20 milyon bo'lsa, 30 milyon bo'lsa bo'lib berish imkoniyati bormi? Qarang, bizada o'zi zakaz, o'zi bu narsaga ko'p ham aralashib yotaveramiz, Ava. lekin imkoniyatim shunday, men faqat kredit olmoqchim, men aytib bilibman desa, bank orqali chiqarib beramiz. Sizlar, ha? Ava. Say 30 milyonlik, 20 milyonlik bo'lib ketishi mumkin-ku. Bor bo'lishi mumkin, 100 million so'm bor. Shu. Farqi yo'q, u talidon ishine bog'liq. Tushunarli. Kerim boy. Masalan, yana 16 million 700 chiqib turibdi ish. Ish 16 Ava, milyon. hozir kommentariyada meni qirqib tashlaydilar. Yo'q, men shuning uchun shuni ko'rdimdan aytdim axir. 16 million 700 chiqib turibdi. Ha. Bu navga meni chiqib turibdi desa, yangi ustundagi gullar uchun. Eshikni o'zini ochib ko'ring, buni og'irligini ko'ring, buni ichini materialini ko'ring buni. Ustundagisi shpon novdan ishlanganini ko'ring. Yasin daraxtidan shpon olingan. Bu daraxtni o'zi 500 yillik daraxt bu.
Yine. Üstündeki katlamalangan daraxtın özü 500 yıllık daraxt. Bu şuna qarab çıxadı. İndi bundan 5 eşya adam bolsanız siz aytgan narxdan ötüb ketadi. Конечно. Bu narsa bu adam bolsa, uje keyin aryan tarafını putoral masalasini gaplasharamiz. Yine. Kıskası imkaniyeti bu. Ha, imkoniyati bor. Ha. Yana bir yangiligimiz bor. Keling. Ben demir eşikte de yangilik yok Demir mu? işlerimizde yangiligimiz Ey bor. şu narsani bahasını aytıp keting buni. Buni bir ezzetip men kutib turibman buni obunachilar ham kutib turgandi bu. Dum zo'r narsaga. Kindir, Pantera zavodunun Kindir deyen narsasi aslan dekoratsiya uchun, uyda bir çay içip oturuş uchun, Bu komplekt. nerelerden balkonlara çıkarıp, Ana kofe koyup, shunda kitap okuyup. oturuş uchun natadi. 6 milyon 460 chiqib turibdi. Hava. Narxi. Hı. Skitkasi bor. Bir işe bitmiyor mu şu naq sanı? Yo'q, dum 5'e bitmasdan ko'tarib beraman. Sel 5'ten ötedi. Hava. Tushunarli. Zo'r narsa. Demir eshiklarimizni bir qator ko'ring. Demir eshiklarimizda yangiliklar dum ko'p kelib turibdi. Niyabishning razmerlari ham avval topilmagan. O'zgargan. Avvalgi videolarimizni ko'rganlar bo'lsa, o'sha bellarni ham taxlabdilar. Zo'r fonlar ham yana umuman boshqacha. Niyabishning razmerdagi eshiklarimiz avval topilmaydi, hozir ham kelib boshladi. Endi bu narsalarimiz o'sha talab ko'p bo'lgandan keyin eshikni turuna qarab turib o'zgarib bo'tir bular ham. Aynalı, hozirgi ketib turgan narsalarimiz aynalı, rengi mokri asfalt. Ha. Mokri asfalt, aynalı. Xadovoy. Ava, xadovoy ketib turganmiz. Masalan, aynalı deb o'yladik, uch narsani mokri asfalt. Tarshinasini ko'ring buni, Karim boy. 12 santimetr, banklarni eshikka deyin. İlingan vaqtında indi buni ilinganni ko'p odam biladi. Hamma yeridan chiqadi. Ustidan, pastidan hamma yeridan chiqdi. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi mexanizm xromlangan, xromirinli, sinmaydi. Kilit xromlangan. Kilit ham sinmaydi. Kilit 180 gradus aylanib buklanishi mumkin, lekin sinmaydi. Plasmas kilit bo'lsa sinib qoladi shu vaqtda. Bu yana shuning narsa. Hozirgi trendda modada bo'lib turgan eshiklar shular. Yine. Demir eshiklarimiz yangiliklari dumchi. Bu ayna sinib ketmaydi. Yo'q, aynasi sinmaydi, qarang. Aynasi sinmaydi. Aynasini ichan, deshan hammasi kolonni bo'ladi. Sinsa shunda sinib qolsin. Yo'q, aynasi sinmaydi. Bemalol ko'rasiz. Beklanishini, ochilishidan o'zi tortib ko'rsangiz og'irligini bilasiz. Yo'q, o'zi savlatidan bilib. Bular ham shunday. Ha. Bular ham shunday. Aynasi kolonni. Eldarka ayna bo'ladi. Aynası arka taraf aynası 35% gödülgen bo'ladi. Ko'p odam savol beradi shu narsani. Aynası ichan taraf görünmeymi deb. Ichan taraf görünadi. Faqatgina qachon görünmeydi, ichan tarafından mashinani tonirovkasini urib berish kerak. Shu vaqtida görünmeydi. Bularni eng kam keladi onu 130 kg, 135 kg keladi og'irligi. Komfort kerak bo'ladigan bo'lsa, sifat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha Rasulov eshiklarına tashrif buyuraversa, ekrandagi nomer telefon uraversa bemalol. Bu narsalarimiz o'zincha so'mdan chasomoni. Razmerga qarab bo'lar. Kvadratına yürüyeyim mi? Yo'q, metrani? yo'q, donasına yürüyün. Herkes her xil. Herkes her xil, razmerga qarab. Buni necha so'mga tushadi bu eshik bilalar xil. So'mga tushadi, bu necha so'm, bu necha so'm. Bam buning narxi bir xil $750 chiqib turibdi, lekin qaytaladi. Ha, $750 mi? Hava. Ha, katta summa emas ekan. Yo'q. Men dim katta summa. Hozir qarang, ko'chaga chiqib turib, ko'chadagi demir eshikchilardan endi men birovning mahsulotini yomonlashni birinchidan yomon ko'raman. Ular ham pashti 500 ming so'm, 1 million so'm razitsiyasida shunday eshik yasab berib turibdilar. Aynasi oddiy ayna bo'ladi, meni yo'ydirilgan bu fabrichnidan bu. Bu fabrichni. Bu sag'analari nikeldan bo'ladi. O'zi material ham shunday nержавейка bo'ladi buni. Material ham nержавейка bo'ladi. Endi ina qarang, bir narsani tushuntirib o'ting. Zamok ilgan vaqtimda ina berindan ham chiqadi-da, ina. O'shandan ham chiqadi, ina. Shu fabrichni ekanligini o'zi bildirib turadi shu narsalar ina. Qaytdi, yangi narsa chiqib ilgandan keyin shu narsa qaytib turishi kerak. Bu narsa sababi bere chang to'proq girib qolmasligi kerak. Zavod shunday. Ochilish nalarini ham ko'ring. Montajlar ina. Qaranglar, вообще dum. Qalin narsa. Zo'r. Men havas etib turibman. Niyat etganlar bir niyat etib duo etib qo'yinglar. To'g'ri. Kimdir hozir kommentariyada qimmat ekan deb yozib tashlaydilar. Konkret bu narsa bo'ladi u narsa. Yo'q, bo'ladi u narsa. Lekin endi kimdir to'g'ri kelsa, bela majburlab turgani yo'q, galazi aldab turgan. To'g'ri kelsa deb biza xalqqa ko'rsatdik. Hava, yo'q, solishtirib beraman. Ko'chada o'tib o'tirgan odamlarni demir eshik bilan solishtirib beraman. To'shi shuning qalinligida, shuning list 2-2lik listda qalinligida chiqarib bersin. Ishundan farqi 500 ming so'm. Uzoq borsa, dum narsa 1 million so'm farq etishi mumkin. Bundan arzonroq bo'lishi mumkin. Lekin bundan ne bo'lmaydi? Hozirgi dalim momentda demirlar ham chiziqlarına qaranglar, e'tibor bir xil keladi hammasi. Chiziqlarına da o'xshab fabrichni narsa boshqa narsa. Derlemidi, zenglemidi. 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bor. Bulardan garantiya bor. Hamma narsada garantiya bor. Garantiyasi bor. Rossiyskiy ish desa rossiyskiy ish Qani bular
Eng arzanı qaysi bulan demir işler içinde? Demir işlerini razmere qarab dedim. Mesela məni ne desem bu 4,5 milyon so'mdan shunda Ava. bolalı planoy joya qo'yadigan 4,5 milyon so'mdan boshlanadi. 4,5'dan Hava. başlanadi. Endi narx qaytadan bo'lsak. Lekin bor eshiklarimiz. Yine. Xolosasi mana shuncha so'mga tushadi ekan. Tak bu 380 dollar chiqib turibdi. 1 metre 240 bunun razmeri. Ava. Üstü matoviy qilingan. O'zi bir ko'rsangiz bo'ladi, glansiy emas, matoviy qilingan. Buni ham qaytib beriladi narxi. Yine qaytib beriladi. Hava, ina buni avval ham ko'rgansiz, hozir ham avval yegan vaqtingiz ham ko'rsatganman bu ishdan. Bu ishda 3 ta yegan. Aytganman, aytmaganman bilinman. Ikkisini sotganman, bu uchinchisi. Xorazmda yo'q eshik. Üstü akvapritda chiqarilgan buni. Ya'ni suv botirib olib, krassiyasi shunday chiqarilgan. Quyoshga chidamli. Yine. Bu ham shunday. Hava, 150 desangiz eni katta 150, 120 desangiz 120, 150 dan oynalar desangiz bo'ladi. Korpuslara qaysi endi to'g'ri keladi? Dom uchunlar ham bor, ular ham ko'rsataman, depada turibdi. Bormi ular ham? Hava, dom uchun mo'ljallanganlar ham bor. Ikkinchi darajada ko'p-ko'pman. Bular hammasi hozir birinchi darajadagilar planoy joylar uchun mo'ljallangan. Ham eng qiziqi pryamoy keladi bular. Buni ikkinchi, uchinchi qo'latib o'tirmaysiz. Birinchi qo'lsizlar. Hava. Yine. Birinchi qo'limiz pryamoy keladi. Qaranglar, fabrichniy eshiklar birinchi qo'l ham berdi. Demir eshiklarni ham, no MDF eshiklar ham. Panteran ham hammasi birinchi qo'l bizada. Pantera ham, ya ratang stol-stollar ham hammasi. Üstüne pul qo'yib, birovdan masalan hozirgi narsada shu eng yomoni cheris olganingiz. Bu shu gasillar ustunda ko'rsinlar, ana narxini gaplasharamiz. Puli sifatına yarasha. Doğrusu. Mana o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman uchun zo'r. Sifatına gapirib. Yuqori chiqamizmi? Hava. Ketdi kelsa. Karimbayna ko'rib turganingizdek, bu ishlarimiz asanoy dom uchun mo'ljallangan ishlar 86lik, 96lik, endi 91 metrlik deb aytiladi. Balandligi 2 ona mo'ljallangan bularning hammasi. Assortimentini Assortimenti har xilisi bor. Usti matoviy deysizmi, usti glansiy deysizmi, orqasi zerkalali deysizmi, orqasi MDF, orqasi demir varianti. Pryamoy Kitay. Kitay? Hava Kitayı bor, qarang, Kitayı bor. Yangi aytganimdek hammadan ilinadigan varianti bu Kitay bo'ladi. Kitayni Rossiya bilan savmestiy ishlangani bor. Hava. Bular Kitay deb aytadigan bo'lsak, savmestiy ishlangan varianti bor. Yo'q uka, menga rossiyskiy kerak desangiz, rossiyskiy variantlarimiz ham assortimenti dum ko'p. Bular ham hammasi rossiyskiy. Tashinasi 10 santimetrdan baland. Ina bu yomon. Voy, shu dum dahshat-ku bu. Dum dahshat narsa, o'zim ham yoqadi bu narsa. Usti MDF bo'ladi. Elda orqa MDF bo'ladi. Ina bo'ladi. Dizayna bir klass bosib qo'yinglar, dizayn uchun niyat etib qaranglar. Necha so'm bu narsa? Buni narxi 4 million 600 chiqib turibdi, Ava. lekin kelishadigan yeri bor. Xo'p, ina bom xo'shlar ekan. Bu ham neyabish narsa Rossiyaning Berserker degan zavodidan chiqadi bu. Hava. Bu narxi 650 dollar 90lik bu. Lekin aytilgan narxdan qaytiladi. Ayt bu shunday ekanda bizda qatib o'tirish narsa yo'q. Bu ham Berserkerdan, bu ham Berserkerdan. Yine. Berserkerni o'zi internetga girib ko'rsalar, YouTube'ga girib ko'rsalar, bu zavod haqida informatsiya oladilar. Yo'q, men bunda cho'lanib o'tiribman desalar, gasalar bo'ldi yanima. Yine. Yozilishini ko'rsatib beraman. Hava. Giringlar, chisti zavod eshiklari ekan. Xitoylarniki necha so'm eshiklar? Xitoylarniki 2 million 800 ming so'mdan boshlanadi, lekin bu ham aytiladigan narxi, qaytadan yeri bor. 2 million 800 dan boshlanadi Xitoylarniki. 3 million 3,5 million so'mgacha bor. Videoni maksimalni tarqatib beringlar. Shuning qidirib yurganlar bo'lsa, aylanib yurmanglar. Xohlagan sifatdagi bor bu yerda qaranglar. 2 million chadan boshlanadidan to 650 dollar oladi. 2,5 million so'mdan aytavering, 2,5 million so'mdan to 8-9 million so'mgacha bor. Ana. Bemalol murojaat qilaverasizlar, ekranda telefon nomerlarini chiqarib qo'yaveramiz. Esa shu bilan yakunlaymiz, hurmatli kanalimiz a'zolari. Instagramdan nima deb chiqasizlar? Instagramda Rasulov.uz deb chiqamiz. Ularni ham qo'yib beraman. Instagram, Telegramimiz bor, albatta. Ulardan ham ko'rib turib kelishlari mumkin. Assortiment ko'p. Ekran ham nomerini ham, Instagram profillarini ham chiqarib qo'ydik. Xudo xolasa bir like istadingda. Sizlarga qaysi yoqdi shularning ichida? Mana shu korishni yoqdina kombinatsiyasi. Ham 4600 ham skidka qilib beradi. Zo'r. Bu ham zo'r ekan lekin 650 dollardan. Omon bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.